Assalomu alaykum. Umarxonaga qalaysiz? Sog'lar yaxshimi? Tinchmisizlar? Ha, kam bo'lmanglar. Mana oradan 15 kun, 20 kun o'tib, sizlarni bemorni salomatligi qalay ekan deb mana kelayotgan joyimda sizlarni mana kirib ko'rdim. Xudoga shukr, Alloh shifo bersa hech hisobas ekan. Mana o'g'lingizni ko'rsatish uchun o'zingiz borib olib keldingiz meni. Kelib mana ko'rdik. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi dedim. Mana Xudo xolasa yaxshi bo'ldi farzandingiz. Mana holatlarini o'zingiz gapirib berasiz. Mana o'g'lingiz necha yillardan beri shu dardga duchor bo'lib, salomatligini yo'qotgan edi. Qatlarda bo'lgansizlar, kimlarga uchratgansizlar, shularning iloji boricha bir ochiq oydin bemalol aytavering. Mana o'g'limiz 6 yil biror narsa yeyolmadi. Bir qoshiq ovqat ichadigan bo'lsa, 2 barobar qilib tashaverdi deng. Bormagan joyim qolmadi. Andijonda kuygan yor dedi bordim. Namangonda yana bitta joyda bir tovuq bor ekan dedi bordim. Murodil degan. Mana bu tomonlarga bu Quva tomonlarga olib bordim, bormagan hech qat qolmadi. Oxiri endi bo'lmaydi ekanda endi taqdirga tan berib, mana tasodif siraylagan bilan uchrashib qolib, shunchaki gaplashib o'tirdik. Qani olib boring dedi, olib keldim, bir ko'rib, bir marta qilib bergan doriman. Mana hozir uyimning katta eshigim bilan chekim orasi 500 metr. Shatga kelolmasdi. Uyda darvozasidan chiqmasdi. Uy darvozadan chiqmaydi, eshikdagi chiqadi, uyga kiradi. Ovqat yemaydi. Necha yillardan beri? 6 yil oldi, 6 yildan baqa bo'lichga pechenli, non xolos, suv boshqa ishtima yo'q. Suyuq ovqat umuman icholmas. Mana hozir Xudoga shukr, siz sharofatingiz bilan aka ovqat ham ichyapti. Bundan bo'lmam 80 kirgan bun bor, u ham xursand. Har kuni deydi ovqat qilib, menga ham bir kaso olib kelib, o'zi ham ichadi. Meni povrim bo'lib qoldi deb, juda xursand duo qilib, mana hozir etiga et qo'shilib, ancha chekimizga kelib, ancha pomidorlar bu o'zi uzib, mana bodringlarni ukalariga uzib ayna qilyapti. Chekdi mana olganimga 5 yil 6 yil bo'lsa, ko'rgan yo'q edi, endi ko'rdi. 6 yilda badalda bu qurilishlarni ko'rmagan. Ko'rgan yo'q edi, 6 yilda badalda mana endi kelib, emas qurilishlarni ko'rdi mana. Siz sharofatingiz bilan rahmat aka, ilohim, bolalaringizga bosh o'ring, dunyo turguncha turing. Yana mana shunaqa bemorlar bo'lsa davolab, shularni yaxshilab elimizni ichiga qo'shing aka. Rahmat sizga. Bilsin, xalq bilsin. Bemorlar bilsin, xabar olishsin. Men doktorlarga ko'rsatmagan joyim qolmadi. Qaytda bir ikkita odam gaplashib o'tirib, falon joyda falonchi bor ekan desa, olib bordim. Doktorlarga Farg'ona qolmadi, hech Toshkentlarga ham olib borganman vaqt kelganda. Endi chiqay 6 yildan baqa chiqolmasdi tashqariga. Mana endi hozir ovqat ham o'zi qilib, o'zi ovqat ichib, mana bizga ham olib kelyapti, enasiga qilib beryapti. Ya hammamiz xursand. Ilohim bolalaringizga bosh bering aka. Dunyo turguncha turing. Mana shunga o'xshagan dardman kasallarni qatoriga qo'shib, xalqimizni yaxshi olib nima qilgan ishlari yana ham rivojlanib ketaversin aka. Kam bo'lmasin. Rahmat. O'zingiz nima deysiz endi? Men xursandman. Qalay, salomaylar. Ovqatlarni yeyapsizmi? Mana endi ko'chalarga chiqyapsiz. Mana varzaylarga borib kelyapsiz. O'z ovqatlarni qilib bularga tashiyapsiz. Ha, salomat bo'ling, tinch bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Bolalarga bosh bo'ling, ota-onangizning xizmatida bo'ling. Bundan keyin ham chiroyli kunlar kelsin, to'ylar qilinglar, to'ylarga biz ham kelib qo'shilaylik. Endi umrbod aka biz endi Xudo xolasa. Rahmat, salomat bo'ling. To'ylarimizda Xudo xolasa o'tirasiz tepasida. Xo'p. O'g'illarini uylasa, shularga bosh urasiz endi. O'g'li bor. Yaqinda Xudo xolasa bularga to'y qiladigan bo'lsa, tepada turib, mana shu yerda o'zim bitta akamsiz endi umrbod. Salomat bo'ling. Rahmat. Kam bo'lmanglar. Bundan keyin ham xafa qilishib turaylik. Bir ishda xabardor bo'lib turaylik. Rahmat.